Qo'yaver. Qolgani bir gap bo'ladi. San uchun hamma narsaga tayyor. Xudo xolisa birgalikda ishlab hammasini uzamiz. Baxtli bo'ling, ukajon. Hormang Abdulhamid. Assalomu alaykum xo'jam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Ha, rahmat. Shu yerda ishlayapsizmi? Ha, yigit kishini boshida har xil sinovlar bo'lar ekan. Vaqtinchalik chetda ishlab turibman. Ishingiz bitib, yarim yo'lda yomon tashlab ketdingiz. Ikki kishi bilan bo'lmaydi-ku. Men qoyil qolmadim sizga. Tushunmadim xo'jam. O'zi hech kimga yaxshilik qilib bo'lmasa kerak. Mana xo'jayin hisobotlar. Ha, yaxshi. Odatda hisobotlar Abduhamid olib kelardi. 3-4 kundan Moskva o'rmay qoldi. Abduhamid boshiga sinov kelib, uy yonib ketgandan keyin ishga kelgan yo'q xo'jayin. Gap bag'laring. Shunaqa. Xo'p. Buni pulni o'rtag'iz Abdulhamidga berib qo'ying. Men bersam olmaydi, siz yaqin o'rtag'iz to'g'ri qabul qiladi. Shunaqa vaziyatda yordam bersa qachon yordam beramiz? Xo'p, bo'ladi xo'jayin, tushundim. Mana bulardan xabarim yo'q. Nima mayli, o'zingizcha bilmoqsiz kim do'st, kim dushmanligini. Ikkala vaqtlashqonda kutaman. Qolib ketmang, tushundingiz-a? Izingizdan chiqmasa vaqtlar o'ting ertaga. Hop.